Mana İstanbul ikkimizda hozir qoplov jarayoni. Hozir ko'rsatib o'tdik-ku. Yarmi Chester, yarmi high-tech bo'ladi. Ham top pulni qo'yib, ustidan 22 metalga qoplab, xohlasa o'tirganda bu odamga yoqadigan narsa bo'lib chiqadi. Ranglari ham boshqacha. Buni endi hozir do'kondagi obzorini ham qilib o'tamiz. Do'konda ham bo'lsa qo'yiladi bundan. Kimga shunaqangi Zafar Mebel? Assalomu alaykum. Yo'q, assalomu alaykum, bu emas. Biz obunachilarga bepulga bu uglogimiz. Razmeri 450 ga 250, 80 ga 250 stola, 3 ta pufi bilan birga mo'yishi materiallarda bo'lgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Zafar Mebel, xudo xolasa, sizlarga navbatdagi ugloglarimizda hammasini qo'limizdan kelgancha yoritib o'tib ko'rsatamiz. Qanday materiallarda bo'lgan, razmerlari, materiallari, matolari qanaqangi xudo xolasa bitta yoritib beramiz. Bo'lmasam gapimizni qisqargan holatda videorolikimizni boshlaymiz. Dastavkamiz vodiy bo'ylab mutlaqo bepul, hozirga aytib o'tgan narxlarimiz ichida. Lokatsiyamiz bo'lsa Farg'onaning Oltiariqida, Oltiariq Chinortayda, sentrdan 1 kilometr pastroqda joylashgan. Ekranda nomerlarga aloqa qilsang, lokasiya tashlab beramiz yoki sizlarga qulay bo'lish uchun Telegram kanallarini ochib qo'yganmiz. O'sha yerdan ham ko'rib, tanlab bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Siz obunachilarimizga xudo xolasa mana shu uglogimiz va ikkita obuv postavkamiz bepulga sovg'aga qo'yilgan. Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'linglar. Hammasi Zafar Mebel chiqadi. Bepulga. Kommentdan siz obunachilarni qidirib, xudo xolasa topshirib dastavka qilib beramiz. Xo'p, kanallarimiz nomi Zafar Mebel 1 YouTube kanalimiz, Zafar Mebel 1 Instagram kanalimiz bor. Ikkalasiga obuna bo'lib, kommentlar orasidan xudo xolasa g'oliblar qidirib topiladi. Prямой efirda xudo xolasa albatta qonuniy chiroyli qilib o'tkazib, o'z egalariga topshiramiz. Bu uglogimiz razmeri 340 ga 240 bo'ladi. Super mo'yishi materiallarda bo'lgan. Ichlari 100% sasnada, oyoqlari bo'lsa 100% yong'oqdan bo'lgan. Past karkazlari MDF karkazlar aylanadi. Xolasa ranglariga, ishchi sifatiga o'zlagan baholasizlar. Tikilishlari, bichilishlari ham choklari chok-chokida, joyi-joyida. Xolasa juda ham tekis ishlangan. 3 ta yostig'i va 2 ta tumbasi bo'ladi bir komplektida. Bularımizda narxi 6.500 ming so'm. Hop, arqaliklarigacha o'zini materialda bo'ladi. Arzon material qoplab qo'yilmaydi. Tumbalari ham 60 ga 90 bo'ladi. Mana shunaqangi tumbalarning tagiga ham MDF karkas aylantirib, oyoqlari 100% yong'oqda bo'ladi. Hop, bularimiz 6.500 ming so'mdan. Bu yoq tarafda bo'lsa spalni bo'ladigan yostiqli uglogimiz bor. Bunimiz razmeri 250 ga 350 bo'ladi. Taylari bunaqangi sandiqli. Bu yoq tarafida bo'lsa spalni bo'ladi. Shunday qilib bemalol spalni qilib foydalanishlari mumkin. Yostiqlarni qo'ysa, juda ham katta spalni bo'ladi. Ikkita tumbasi bor komplektida. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak 5.500 ming so'm. Bularning raznicasi, bularning oyog'i plasmas bo'ladi, ichi karkazi tere bo'ladi. Shuni hisobiga mexanizmli va sandiqli bo'lgani bilan bularda pulcha yengilroq chiqadi. Super mo'yishi material, pampers prujinada bo'lgan bularimiz ham juda ham go'zal chiqqan. Bu yoq tarafda bo'lsa Istanbul 2 modelimiz. 340, bu yog'i 240 ga 340 bo'ladi. 3 ta yostiq, 2 ta tumba. Bularimizni ham qo'l bolishlari juda ham go'zal, Chester qilib ishlangan. Hamda oldilari ham yong'oqda bo'lgan. 100% yong'oq, MDF karkaslar aylanadi, kurgavoy. Oyoqlar yong'oq. Yostiqlari ham bagati qilib ishlangan. Bu pol Chester anaqa yarim Chester holatda, yarim Chester, yarim high-tech qilib ishlangan. Juda ham go'zal chiqqan. Bu ishimizdan trenddan qolmaydigan ishlar. Bularimizni narxi ham 6.500 ming so'm ichida, vodiy bo'ylab dastavkalari ichida bo'ladi. Xonlarimiz addenni, xonlarda ham arzoni qimmati bor. Ularda orada ko'rsatib o'tamiz.
Bu yoqda mana Istanbul 2 emas. O'zi bularimiz sotildi. Zakaz asnosida mana bu qo'llarini shampan rangida qilib, Toshkentga, Angranga bir sinimiz zakaz qilishgan. Xudo chiroyli qilib o'rab, chiqib ketishga tayyor qilib qo'ydik. Xo'p, buni ham razmerlari 340 ga 240, 60 ga 90 ikkita tumbasi bor. Bu yoqda bo'lsa, siz obunachilarimizga bepulga qo'ygan uгологimiz. Buni ham xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentda aktiv bo'lsang, xudo xolasa buni onlayn jonli efirda topshiramiz. Random asnosida g'olibimizni topamiz va topshiramiz. Xo'p, bu yoqda yana 3 ta 8 modellarimiz ham bor. İşte 8 modelimiz 340, bu yog'i 240. Hozirgi birinchi ko'rsatib o'tgan modelimizda bu mokriy rangda bo'lgani, juda ham go'zal chiqqan rangi. To'q rangni xohlovchilarga juda ham go'zal rang. Bularda ham oyoqlari, yong'oq tikilishlari juda ham go'zal qilib, high-tech uslubda tikib qo'yilgan. Oldi qo'llari shpontdan ishlangan. Oyoqlar yong'oq. Yon qo'l bo'lishi ham yangicha, o'zgacha dizayn. Tikilishlariga o'zlaring baho beringlar. Xudo xolasa juda ham go'zal chiqqan bu modelimiz ham. Arqaliklarigacha o'z materialda bo'ladi. Arqalariga DP qoplab, xudo xolasa baquvvat qilib ishlangan. 1.6 lik displeylarda yig'iladi. 60 ga 90 ikkita tumba. Xudo xolasa bemalol ekranga aloqa chiqib zakaz beraverasizlar. Nalichida bor ishlarimiz, xudo xolasa. Bular Istanbul 2 tukli materialda bo'lgan. Ham go'zal qilib ishlab qo'yilgan. Mana MDF yong'oq qo'l bo'lishlari, yonlari chester go'zal qilib ishlab qo'yilgan. Xudo xolasa uylaringda razmeriga moslab yasab o'rnatib beramiz. Rangini, rasvetkasini, materialini tanlashdan muammo yo'q. Xohlaganlaringdek qilib beramiz, xudo xolasa. Endi ichkarida ishlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda Bugatti modelimiz, razmeri 330 ga 230, 60 ga 90 ikkita tumbasi bo'ladi. Yostiqlari o'ziga tikilgan. Juda ham neobычный ishlangan modelimiz. Spinkalari surilib, kengayib, spanli bo'ladi. Hamda surib qo'ysalang, xudo xolasa juda ham katta, keng bo'lib divan bo'lib qoladi, xudo xolasa. Ranga o'tirganlaringda bemalol o'rnashib televizor ko'rib o'tirishga ham juda ham qulay. Materiallari ham turetskiy materiallarda bo'lgan. Oldi ko'rinishlari, qo'l bo'lishlari 100% yong'oqdan bo'lgan. Bunga MDF karkas aralashmagan. Hammasi 100% yong'oqda bo'ladi. Materiallari ham qimmat materiallarda bo'lgan, turetskiy materiallarda. Tikilishlari ham high-tech uslubda juda ham go'zal qilib ishlangan. Bu yoqda 260 ga 90 tumbasi bo'ladi. Stol ham kerak desang, stollarni ham dohasa neobычныйlarni qo'yganmiz. Ularni ham tanlasanang, dohasa stollarimiz ham o'zimizda sirap. Bu yoq tarafda Euro modelimiz bor. Bugattimiz 11 million so'm. Bu yerda qo'l bo'lishlari, anaqangi qo'l bo'lishlarigacha kengayadigan Euro modelimiz. Bular ham xuddi shunday surilib, kengayadi. Kengayganda 1 metrli spanli bo'ladi. Xohlagan ranglarda yasab beramiz. Xolasa, bularda oyoqlari chinordan, MDF o'rniga ham chinordan karkas qilib ishlangan. Bular rezina prujina emas, pampers prujina bo'lgan. Pampers prujina. Hop, razmeri 350 ga 250. Xohlagan ranglarda qilib beramiz. Bularımızın narxi 9 million so'm bo'lgan. Har doimgidek skidka qilib beramiz. Har bitta videoda bitta skidka. Bularımızda 6 million 500 ming so'mga bitta dona
Videoga har bitta videoga bitta qo'yib beramiz. Shunaqangi skidka narx taqib. Dastavka ham qilib beramiz. Bu yoqda Roma modelimiz. Razmeri 340 ga 240 bo'ladi. 50 ga 80 tumbadan 2 ta. Yostiqlari 6 ta. Xuddi o'sha pastda ko'rsatib o'tganimizdek qo'l bo'lishlari anaqangi. Oxiriga qaytarib, yoqib qo'ysalang o'z joyiga qaytadi. Hop, oldi ko'rinishlari shpont. Oyoqlari yong'oq. Tikilishlari o'zicha high-tech uslubda bo'lgan. Juda ham chiqarimli qilingan. Arqalik ko'rinishlarni ham ko'rsating. Mana bu yoqda arqasi ko'rinib qoldi. Bemalol ochiqda. Bunaqangi arqalari ham juda ham akkuratni ishlab qo'yiladi. Arqasi hali usurilib devordan qochib qolgan holatda ham vid buzilmadi. Arqasi ham oldi qanday go'zal bo'lsa, xuddi shunday ishlangan. Xohlasa, bu yoqda shoxonalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi bunimizning narxi ham o'sha 7 million 500 ming so'm. Turetskiy qimmat yaxshi materiallarda bo'lgan. Bu yoqda shoxona modelimiz. Gul taxtalari karashinli indiflarga sepiladi. Juda ham go'zal. Sepilishlari ham akkuratni ishlab qo'yilgan. Hop, ichki karkazi sasna bo'ladi. Pampers prujina, turetskiy materiallar. 4 tadan tumbasi, 6 tadan yostig'i bo'ladi. Xohlasa, bularimizni 11 million 500 ming so'm stoli bilan 9 million 500 ming so'm 5 stol sotilgan. Buni bugun skidkada 7 million so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Zafar Mebel kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xohlasa, vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beramiz. Endi ikkinchi etajimizda ham yakki mebellarimiz bor. Uni ham ko'rsatamiz. Mana bu yoqda 3.7 modelimiz. Razmeri 350 ga 250. Ikkita tumbasi, ikkita yostig'i bo'ladi. Yostiqlari ham anaqangi ko'tarilib, anaqangi o'z xohlatiga, kim bo'yiga moslab ko'tarib olaveradi. Spinkasi ham surilib, kengayib, spalni bo'ladi bunimiz ham. Bularimiz Pampers prujina, ichlari 100% sasna bo'ladi. Turetskiy materiallarda bo'lgan. 8 million 500 ming so'mdan. O'ngchab tanlamaydi bu ichlarimiz hech qaysi biri. Bularimiz ham qo'zichoq material deymiz. Tuklari o'sgan juda ham go'zal material. Xohlagan fasoninglarga buni qilib berishimiz mumkin. Buni ham xohlagan rangida, xohlagan fason materiallarida qilib berishimiz mumkin. Xo'p. Bularimizning narxi ham 8 million 500 ming so'm. Bularda oyoqlari chinor, past karkazlari ham chinor bo'ladi. Ichki karkazi sasna. High-tech uslubda bo'lgan 4 ta yostig'i 8 million 500 ming so'mga vodiy ulab dastavkasi ham bo'ladi. Bu yoqda o'sha trenddagi Roma modelimiz. Genesis tukli materiallarda odam terlatmaydigan juda ham yaxshi materiallar. Oldi ko'rinishlari shpont. Choklari ham idealniy qilib ishlab qo'yilgan. Xudo xolasa tikib akkuratni. Qo'l bo'lishlar ko'tarilib, xohlagan graduslarga qo'yib olishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa Lexus modelimiz. Bunaqangi qo'llari ham suriladi, spinkalari ham bemalol kengaytirib, spalni qilib ishlatishingiz mumkin. 100% ga hammasi kengayadi. Ikkita yostig'i отдельный bo'ladi. Qolgan yostiqlari, katta yostiqlar o'ziga tikilgan. Juda ham go'zal qilib ishlab qo'yilgan. Bularimizni ham oyoqlari 100% chinordan ishlangan. Ichki karkazlari bo'lsa sasnadan. 1.6 lik displeda yig'iladi. Baquvvat ish xudo xolasa 60 ga 90 dan ikkita tumbasi bo'ladi. Bular ham o'zgacha dizayn. Xo'p, Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, har xil rangda, har xil fasonda, har bitta uyga qo'yilgan ishlarimiz Telegram kanalimizga qo'yib boriladi. Instagramga, YouTube'ga qo'ymagan ishlarimiz har biri xudo xolasa Telegram kanalimizda bo'ladi. Ekranda nimaga Telegramni yozsanglar, kanal silkasini tashlayman yoki telefon qilsanglar, xudo xolasa kanalga qo'shib qo'yamiz. Xo'p, bu Roma model, yana hozir ko'rsatganimizdan. Bu boshqa materialda bo'lgani. Bu ham juda go'zal chiqadi, xudo xolasa. Bu materiallarda ham
rangda, materiallarda ishlar juda ham o'zgarib ketadi. Har xil materiallar boshqacha vid beraveradi. Hamma fasonimizga ham sidinalari 65 dan Istanbul 2 3.8 Roma modellarimiz sidinalari keng 65 cm dan ishlanadi. Bu yoqda hozirgi o'sha ko'rsatib o'tgan Lexus modelimiz Genesis materiallarda xohlagan ranglarda qilib beramiz buni ham. Narxi o'sha 8 million 500 ming so'm. Bu yoqda bo'lsa 3.8. Bu pastda birinchi ko'rsatgan ishlarimizdan bu qimmat materialda bo'lgani, turetskiy, tukli, qalin materiallarda bo'lgan. Juda ham go'zal chiqadi, xudo xolasa, qalin materialda ham. 3 ta yostiq va 2 ta tumba bo'ladi komplektida. High-tech uslubda tikilgan sidinalariga, spinkalariga bir xilda qilib o'ziga yarashgan bu modelimiz ham. Oldi ko'rinishlari shpont bo'ladi. Oyoqlar yong'oq bunda ham. Xudo xolasa, baquvvat ishlangan ish. Qo'l borishlari ham o'zigacha chiqqan. Tikilishlari ham juda ham go'zal. Bu yoqda Dream materialimiz, bu yoqda bo'lsa Malibu materialimiz. Ikkovini razmeri bir xil, materiallarda farqi bor. Bularimizning narxi 7 million 500 ming so'mdan. Moishi materiallar bo'lsa 6 million 500 ming so'mdan chiqadi. Bular qalin, tukli, qimmat materiallar, turetskiy materiallar. Xudo xolasa, hozircha ishlarimiz shulardan iborat. Endi seximizdan ham xudo xolasa polni ishlanishlarni ham video qilib oxiriga qo'shib qo'yamiz. Ichi nimadan bo'lgan, qanaqa material ishlatilgan, ularni ham bemalol ko'rib, kommentda o'z fikrlaringizni qoldirib, xudo xolasa, yana kimda qanaqangi taklif bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Xudo xolasa, inobatga olib, kimga qanaqangi mebel kerak bo'lsa, ularni ham chiroyli qilib beramiz. Telegram va Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib, like, podpiska esdan chiqmasin. Xudo xolasa, bepulga o'sha uголogimiz ham qo'yilgan. Uni ham tezroq komment yozib, yutib olishingizni xudo xolasa kutib qolamiz. Mana hurmatli obunachilar, Pampers prujina deb o'taman har doimgi videomizda. Pampers prujina qanaqangi bo'ladi degan kommentlar juda ko'p keladi, o'zimdan ham so'rashadi. Mana shu narsa Pampers prujina bo'ladi. Buni yerga qo'yib, mana nolga cho'ktirgan holatingizda ham xudo xolasa simi uzilib qoldi, unaqangi narsa bo'lmaydi. Addini bo'ladi. Machalkalarimiz birinchi sort machalkalar ishlatiladi, yangi ishlatiladi. Kuygan machalka, ikkinchi sort unaqa narsa ishlatilmaydi. Hop, bu metraj sintefonimiz. Materiallarni ichiga machalkalar orasiga qo'yib tikiladigan. Material cho'zilib qolmasligini shu ta'minlab beradi. Hop, Bugattilarga rezina prujina deymiz, mana karsash rezinka. Mana shu narsa cho'ziladi. Endi buni tortilib turgan jarayonlar bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda gul taxtalarimiz. Mana Istanbul 2 3.8 modelimizda oyoqlari, bu yoqdagilar tumbalardiki. Hammasi. Mana oyoqlar, yong'oq oyoqlar. Mana bular, mana Bugattiniki hamda Istanbul 2niki. Mana holatda Istanbul 2ni qo'l bolishlari. Bu tarafdan Bugattimiz. Sidinasi qoplov jarayoni qimmat yaxshi materiallarda. 25 plot, 32 plot, 25 plot. Ustidan sintefon tashlanadi, materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Xudo xolasa, qancha ishlatsa ham shunaqa chiroyli turaveradi. Bu yoqda bo'lsa, spinkalari karsash rezinalardan. Xudo xolasa, odam suyanganda ham juda ham yumshoq, odamga yoqimli bo'ladi. Mana. Bu yoq tarafda bo'lsa, arkasi samerezda yig'ilgan jarayon karkazlarini samerezda 100% samerezda qotirib, stipler ham otiladi birinchi ushatib olishga, keyin addini yana samerezda qotirib mahkamlab chiqiladi. Mana xudo xolasa, bu yoqda Malibu materialda 3.8 modelimiz.
bitgan tumbalarini oyoqlarini yechib qo'yganmiz. Ustiga yuklanishga tayyor. Shunaqangi o'rab, xudo xolasa chiroyli chiqaramiz. Mana sochiqli material deb qo'yishyapti. Qalin, tukli material. O'tirganda ham odamga ham juda ham yoqimli. Odamni terlatmaydigan. Hop, bu yerda Istanbul 2008 modelimizda yarim tayyor holatida. Bu yerda esa Istanbul 2imizda qoplov jarayoni boshlangan. Ichki karkaslari 1.6 displda yig'iladi. Polniy samarezda yig'iladi. Xohlasa mana spinkalarni ham, oldi shakllarini ham chiqarish jarayoni. Oldiga o'tib. Mana bu burchagimiz, minimiz qo'llaysa. Tagiga dator tashlab, uni ustidan keyin pampers prujinani kilaylab yopishtiriladi. Uni ustidan keyin machalkalar tushadi. Mana qanday Istanbul 2imizda yarim chester bo'ladigan tepasi va pastga high-tech uslubda bo'ladi. Hop, bu tarafda qo'llari Istanbul 2imizda mana qo'l bolishi. Hammasi hozir displadan yig'iladi. Baquvvat. Bu yerda Istanbul 2imizda qoplov jarayoni ham bor. Mana Istanbul 2imizda hozir qoplov jarayoni. Hozir ko'rsatib o'tdik-ku. Yarim chester, yarim high-tech bo'ladi. Ham to'p pulni qo'yib, ustidan 22 metalga qoplab, xudo xolasa o'tirganda bu odamga yoqadigan narsa bo'lib chiqadi. Ranglari ham boshqacha. Buni endi hozir do'kondagi obzorini ham qilib o'tamiz. Do'konda ham bo'lsa qo'yiladi bundan. Kimga shunaqangi Zafar Mebel? Cheyvardim. Yarim qoplangan holatda, spinkasi qoplangan. Tagi high-tech. Hozir ko'rsatib o'tganimizdek chester sotiladi. Ko'zlari endi tortiladi buni. 22 kilo machalkalardan pampers prujinani ustiga tashlab, mana bunaqangi xudo xolasa yumshoq odamga yoqimli, xudo xolasa yumshoq, cho'tki bo'lib chiqadi. Hop, mana bu yerda shudimlarni qoplab qo'yiladi. Bu Istanbul bu ham xudo xolasa qimmat materiallardan juda ham go'zal chiqadi. Bitgan holatini ham do'konga obzorga qo'yib o'tamiz. Kimga qanaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, Zafar Mebelda